Bozoriga keldik. Xo'p, bitta ko'ramiz. Qani bu yerda nimalar bor ekan. Necha real, brat? Bu Umar kamyon. 30 real abi. 1 kilo olması yaxshi bu, güzel. Deb ko'ring, gel. Necha deyapti? Bozor, bir. Xo'p, mana bu bor ekan, 50 real ekan, qarang mana bu. Yaxshi, 50 real. Bu sal arzonroq bu. Hozir ko'ramiz, nasibsa. Mana bu turlari ko'p, mana turi ko'p. Hambar. Xo'p, 90 real ekan. Ajvali. 90 real. 90 realda. Ha. Zo'r. 90 real mana. Qarab olasiz. 90, ha? 30 qilib berar ekan, 30 qilib beryapti. Mana katta-kattalari ham bor. Tak, bu 30 real ekan, mana. Xo'p, bular ham 30 realdan Alloh xolasa tushib beradi. Savdolasangiz tushib beradi. Xo'p, xullas menimcha shu bog'ning mevalari bo'lsa kerak. Bunisi mana 25 real. Hozir keyin realni bir nimasini bilamiz. Bu qancha real? 25 real ekan. Bu ham 25. Juda yaxshi yigitlar. 20 yo'q. Oxiri 25. Ha, 25. Demak, bir xil. Ishtihoq deyapti menimcha. Mana bu katta. Dahshat zo'r. Xo'p. Endi men xurmo olasizlar dedi. Xurmo olish niyatim yo'q. Yaxshigina xurmo yedik. O'zimizda ham. Lekin bu yerda turi ko'p ekan lekin. Dahshat. Xurmo endi hozir issiqda bilmadim. Bu qonimni og'ritib qo'ymasa bo'ldi dedik. Shuning uchun olmadim. Bir bozorni sizlarga bir rasmga tushirib, nimalari bor, nimalar sababli ko'p. Hozir bu yoq birdaniga chaqirib yana nima qilib qoldi. Xo'p, o'zimiznikini 20-25 deb hurmat uchun 25 dan qilib beryapti. Ha, hoji akalar, nechadan bo'ldi? Necha bo'ldi? O'pdim. Necha bo'ldi? 25 bo'libdi, baraka. Mana ko'tara savdo 25 bo'ldi. Baraka, 25. Qop-qora xurmo ekan, yaxshi xurmo. Menimcha bular shunday. Mana o'zimizda oladiganlar bo'lsa, bular bilyapti. O'zbekiston tenglar deb Sho'stira savdo ham qilishdi bilyapti bular. Shuning uchun sizlar bu o'zimizni qizlarga aytib qo'yasam, mana bunday baqirib savdo qilish kerak-da. Gavhar, Saraya, Muflis, kimlar bor yana? Sabina, hammaga mana o'rgatish kerak odamga. Baqirib qara. Yaxshi ish qilib bas. Allohga shukr. Allohga shukr, mana shu ana shunday xurmo bog'laridan olib kelingan xurmolardan olishyapti. Ta'mi juda yaxshi. Hammaga sog' salomatlik. Yanada hozir xurmo bog'iga kirganda yana davom etkazamiz. Salomat bo'lingizlar.